Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaningda Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan Uyg'urlarga munosabatlik bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Uyg'ur milliy harakati rahbari Robiya Qodir xonim Virjiniya shtatining poytaxti Richmondda 14 fevral o'tkazilgan o'rnidan dasturgan 1 milliard ayol harakatining xalqaro yig'inishiga qatnashib, Uyg'ur ayollarining navbatdagi vaziyatidan ma'lumot berdi. O'rnidan dasturgan 1 milliard ayol harakati dunyo miqyosida har turli zo'ravonlikning qurboniga aylanayotgan ayollarning ovozi bo'lish uchun 1998-yil 14 fevral Nyu-York shahrida boshlangan. Hozir bu harakatga ovoz qo'shgan tashkilotlar 5000 ga, harakat o'tkazilgan davlatlar 190 ga yetdi. Muxbirimiz ziyoratini qabul qilgan Uyg'ur milliy harakati rahbari Robiya Qodir xonim Uyg'urlarning navbatdagi siyosiy, iqtisodiy, kishilik huquq, madaniyat va diniy vaziyatining Uyg'ur ayollarining o'rnidan dasturishini ta'xirsizlik bilan kutayotganligini o'tirg'a qo'ydi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati Uyg'urlarga qartilgan diniy cheklama siyosatini unumli yurgizish uchun Uyg'urlarning uyini tuyuqsiz tekshirishni odatga aylantirib olgan. Hatto ba'zilarning uyi 100 qitimlab oqtirilgan. Bu xalqaro tashkilotlarning ayblashiga uchirdi. Kuchan ayistiki bir dehqonning oshkorlashicha, bu xil tekshirish va Qur'oni Karim qatorliq diniy kitoblarni musodir qilish harakati 2012-yili eng ko'p ko'rilgan. U mundaq dedi: "Ba'zilarning uyi 100 qitimdan ortiq oqtirildi. Shaxsan mening uyim 1 yil ichida 15 qitim oqtirildi." Xatar ostidagi millatlar tashkiloti mundaq dedi: Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata terrorlik harakati yurgizganligi va dunyo ellarining buningga sukut qilganligini qattiq ayblaymiz. Hong Kong Sumriq televiziyasining Xitoyda program tarqatishiga yo'l qo'yilgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy doiralari mazkur televiziya stansiyasiga tarjimonlik qilgan bir Uyg'ur yoshni qamoqqa hukm qilgan. Ma'lum bo'lishicha, qamoqqa hukm qilingan bu Uyg'ur yoshning ismi Mirhamitjon Muzaffar bo'lib, u 2009-yil 4-oyda Uyg'urlar haqida program ishlash uchun Qashqarga kelgan Hong Kong Sumriq televiziyasining oliy darajali muxbiri Joyuga tarjimonlik qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Qashqar o'tir sud mahkamasi Mirhamitjon Muzaffarni 2009-yil 5-iyul voqeasidan keyin sotlab, bo'lgunchilik qutratqulik qilib, davlatni parchalashga urinish jinoyati bilan 11 yillik qamoq jazosiga buyurgan. Tarjimonning javobgarligi tortilib, bu uchurlarni to'rda e'lon qilgan muxbir Joyuning hech qanday javobgarligi tortilmasligi Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining darhol tanqidiga uchirdi. 12 fevral Amerikadagi ommaviy tashkilot Xatar ostidagi mutaxassislar to'ri Xitoy raisi Hu Jintaoga qarata ochiq xat e'lon qilib, mustaqil tadqiqotchi Ilhom To'xtining Amerika safaridan to'sib qilinganligiga tushuncha berishini talab qildi. Doirlar 2 fevral Amerikaga yo'lga chiqish oldidagi Markaziy Millatlar Universiteti dotsenti Ilhom To'xtini Beijing aerodromida to'sigan va 10 soatdan ortiq so'roq qilgandan keyin Beijingdagi uyida nazarband ostiga olgan edi. Xatar ostidagi mutaxassislar to'ri ochiq xitida mundaq degan: Tashkilotimiz Xitoy hukumatidan buni tekshirishni va Ilhom To'xtining chegirdan chiqishini cheklashdagi sabablarni tushuntirishni talab qiladi. Ilhom To'xti Amerika safaridan to'sib qilingandan keyin bu xabar xalqaro matbuotlarda kuchli inqos qo'zg'agan edi. Guantanamodan qo'yib berilib, Tinch okeandagi orol davlati Palauga o'rinlashtirilgan Odil Nuriyning yo'qolib ketganligi ma'lum. Palau prezident ishxonasining 12 fevral bildirishicha, Odil Nuri o'tgan yil 12 oydan buyon izdiraksiz yo'qolib ketgan bo'lsa-mu, biroq Palau hukumatı bu ishdan texi yaqinda xabar topgan va tekshirishga boshlagan. Palaudagi boshqa Uyg'urlarmi bu yil 42 yoshlar chalmisidagi Odil Nurining yo'qolib ketganligi va qayerga ketganligidan xabar yo'qligini bildirgan. Amerika hukumati 2009-yil Adam Mamat va Odil Nuri qatorliq 6 Uyg'urni Guantanamodan qo'yib berib, Palauga o'rinlashtirgan edi. Yaponiya Uyg'ur jamiyati 5 fevral G'ulji voqeasining 16 yilligi munosabati bilan 2 oyning 9-kuni Tokioda maxsus doklad berish faoliyati o'tkazdi. Faoliyatga yaponiyalik jurnalist Arimoto Karyo xonim alayda taklif bilan qatnashib, 5 fevral G'ulji voqeasi haqida to'plagan materiallari asosida tayyorlagan dokladni o'qidi. Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Ilhom Mahmud faoliyatning yig'ilish shaklida o'tkazilganligini, faoliyatga 90 dan ortiq odam qatnashganligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.